Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Meni ismim Sumayya. Bugun sizlarga Bahovuddin Musabayni bir hikoyasini o'qib beraman. Bahovuddin Musabay. Burun bilgan bo'lsam, bir odam Bahovuddin Musabaydan pul qarz olgan bo'lsa-mu, qarzni vaqtida to'lagan ekan, va'dasi nurg'un vaqt o'tib ketgan ekan. Shunga Bahovuddin Musabay qarz pulini qaytarishni istagan. Xizmatchisiga xizmatchiga qarz pulni darhol tayyorlab berishini aytibdi. Qarzdor u xizmatchiga mening xo'jayinimni uyiniga boshlab bor. Uning uyga aytadigan ayrim so'zim bor, deb qayta-qayta o'tinibdi. Uni yig'lamsirab yolvorib qolgan ishni bag'ritash xizmatchi ko'ngliga ta'sir qilib Bahodir Musabayni uyga ilib keldi. Bahodir Musabay bir qancha kishi bilan birga tomoq yeyotganda demakchi u qarzini Bahodir Musabayga ko'rsatib shundoq debdi: bu odamning pulni darhol tayyorlab berishini so'rab qattiq muomala qilgan edim. Nurg'un g'o'za qilib sizning yoningizga ilib keldim. Rahim qilib oldingizga ilib keldim. Endi o'zingiz bir taraf qiling, debdi Bahovuddin Musayev xizmatchisini qizg'andimi dasturxonga teklab qopdi. Ularmi o'ltirib birga g'o'za yapdi. Tamoqdan keyin Bahovuddin Musayev xizmatchiga: bu qazdar endi mening mehmonim bo'ldi. Aziz mehmondan pulimni talab qilish mumkin emas. Bu bechora odam muhtojlikdan sog'liq uchun pulini vaqtida qaytarishga bo'lmabdi. Qodir bo'lmabdi. Uning bunday holda ekanligini burun burunroq bilgan bo'lsam, seni uni oldiga avatgan degan bo'lardim. Endi men u pulimga rozi bo'ldim. Uni aziz mehmonga hadya qildim. Bundan keyin uning uyiga borib tilini og'ritma, debdi. Oldin qarzdor mehmonning ko'nglini ko'tarib, yemak-ichmak yo'lga tutib, izzat hurmatini qilib, yo'lga silib qo'yibdi. Xo'sh,